Akalar opalar noxush xabar. Bir akamiz og'ir ahvolda Krasnoyarsk shahrida yotibdi-da. Bu akamizning 6 ta farzandi bor. Iltimos qilaman, shu akamizga yordamlaring kerak. Rossiyada doktorlar bo'lmaydi deb qaytarib bergan, Hindistonga srochni jo'natish kerak. Bir marta o'zlaring videolarini ko'ringlar. Alloh yo'lida savob uchun bo'lgan-bo'lmagan videolarni ham ko'rasizlar-ku. Kimnidir imkoniyati bo'lsa yordam beradi, imkoniyati yo'q aka opa-singillarimiz haqlariga duo qilib shu videoni tarqatib ketinglar. Assalomu alaykum. Akalar, opa-ukalar, o'g'illar, singillar. Endi Alloh bergan dard ekan. Dardni Alloh beradi, shifosini ham Alloh beradi. Sizlardan duo so'rayman. Duo qilinglar akalar. Mana 2 oycha oldin Toshkentdan keldim o'zim. Otda o'ynab yurdim. Kelib turib ishni boshlaganimda shunaqa bo'lib qoldim. Og'riqni ham sezmadim, og'riq ham yo'q edi oldin. Risk og'riq bo'ldi. Mana hozir 10-15 kundan buyon yotqizib tashlab, yoqib olsam, mana shu jiritkandan pasini yetib tashladi qo'limdan. Ochib. Endi nima deyman akalar? Bunday kezak hamma aka. Alloh uchun, Allohning yo'lida yordam qilinglar, ehson qilinglar akalar. Shunaqa bo'lib kelishayapti. Hindistonda bo'ladi deyapti. Ko'rdilaring videoni? Qaranglar qanday holatda. Iltimos qilaman, kimni qo'lidan kelsa. Kim bizni oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlayapti, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Biz ham pul uchun chiqarmaymiz. Mana shu odam tuzalib, yaxshi bo'lib ketib, farzandlarini baxtiga qaytsa biz xursandmiz. Sizlar ham duo qilinglar, shu akamiz 6 ta farzandi bor. Ilohim sog'ayib ketsin. 3 kunning ichida srochni Hindistonga ketishlari kerak-da. Kelinglar, qo'llab-quvvatlaylik. O'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, qaysi millatdan bo'lishimizdan qat'iy nazar. Har birlaringga kattakon rahmat aytaman. Mana shu ekranda yozilgan telefon nomerida o'zlarining kartalari bor. Kimni qo'lidan kelsa, sog' bo'linglar.